جىياڭزېمىننىڭ 500 مىليارد دوللار ھارام پۇلى كاپالەتكە ئىگە ئەمەس. ئامېرىكا ھېساب كىتاب قىلىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى ئاچتى. تەرجىمە قىلغۇچى ئۇيغۇر پىدائىي تەرجىمانلار گۇرۇپپىسىدىن بىلمەسجان. بېيجىڭ ۋاقتى 2019 يىلى 1 iyun. Yeni tanglıqlar xəbəri. Amerika Dövlət İşləri İdarəsi Falun-Gongçılarga ziyankeşlik qılğuçılarning tizimlikini tapşırışını uqturdu. 31 may Minhui tori barlıq Falun-Gongçılarning dərhal hərəkətlenib ziyankeşlik qılınğuçılarni tepiş üçün ziyankeşlik qılğuçılarning aile tavabatlarının mal mülki qatarlıq uçurlarni yığıb rətlab chiqishi lazımlığını uqturdu. Eqib yurgan gaplarga asoslanganda Falun-Gongçılarga ziyankeşlik qilgan baş jinoyatchi Jiangzeminning aile tavabatlarının chet elga yoshirgan 500 milyard dollarlik mal mülki to'nglatilishi mumkin ekan. Xabarning tafsiliy mazmuni tövəndikicha. Növbətdə Amerika Dövlət İşləri əməldari bəzi bir dini etiqad təşkilatlarına köçmənlər vizisi və sayahat, tuqqan yoqlaş, soda qatarlıq g'ayri köçmənlər vizisini öz içigə alğan barlıq viza iltimaslarını qattiq tekshiraydiganligini, kishilik huquq va diniy e'tiqodga ziyonkashlik qilguvchilarning viza iltimosi rad qilinadiganligini hamda bundaqlardan yeshil karta olganlar va viza berilib bo'linganlar bo'lsa chegirdan kirishi rad qilinadiganligini uqtirdi. Amerika Dövlət İşləri əməldari Amerikadakı Falun-Gongçılarga ziyankeşlik qılğuçılarning tizimlikini tapşırsa bo'ladiganligini uqtirdi. Falun-Gongçılar Amerikaning chegara qonuni, ko'chmanlar qonuni va prezident uqtirishiga asosan haqiqiy ziyankeşlik qilg'uchilarni tanlab chiqib tizimlik turg'izdi va Amerika Dövlət İşləri İdarəsiga sunub, ularga viza berishni rad qilish, chegirdan kirgizmaslikni talab qildi. Bu talab obyekti ziyankeşlik qilishga bevosita qatnashganlarni o'z ichiga elibla qolmasdan, konkret ziyankeşlik siyosati tuzgan, buyruq tushirgan va hamkorlashganlarni o'z ichiga oladi. 31 may Falun-Gongçılar Minhui tori dövlət işçi və chet ellardagi Falun-Gongçılarning dərhal harakatlanib, ziyankeşlik qilg'uvchilarni tepib chiqish uchun ziyankeşlik qilg'uvchilar va ularning urug' tuqqanlari, farzandlari, mal mulki qatorliq uchurlarni texmi to'liq yig'ib, ratlab Minhui toriga yo'llashni rasmiy uqtirdi. Xitoy kommunist huquqdorlarining Amerikadagi mal mulki astronomiyalik raqamga yetib bordi. Xitoy Kompartiyasi chaq chekidan bo'silib ketish, savolliqqa yuz tutish xavfiga duch keldi. Xitoy chirik amaldorlari chet elga qassa, eng boshda o'ylashidigani Amerika. Medialarda oshkor qilinishicha 7 mingdan ortiq Xitoy chirik amaldori Amerikaga yoshiringan ekan. Markaziy partiya maktabidagi bir professorning 2010-yili oshkorlashicha, shu chog'larda chet elda o'ltiraqlashgan amaldorlar va ularning ayol bolalari bo'lib, soni allaqachon birda 18 millionga yetib borgan ekan. Bultur 3 oktyabr Hong Kong mediasining oshkorlashicha, Xitoy Kompartiyasining ko'plagan yuqori darajalik amaldorlari va harbiy generallarining g'oyat zo'r miqdordagi mal mulki Amerikada ekan. Buning ichida bir qism
dərəcədən tashqari çoğ əməldarlarning Amerikadakı mal mülki trillion yuanga yetib bargan bo'lib, oila a'zolari, urug' tuqqanlari Amerikaga ko'chman bo'lib bargan hamda ajrashishni yoshirin vosita qilgan. Xitoydagi bir xalq ishchi tadqiqotining bayqishicha, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 91% a'zolarining oila a'zolari chet ellarga ko'chman bo'lgan. Hatto shu davlatlarning grajdanligiga o'tgan. İntizam tekshirish komitetining 88% a'zolarining oila a'zolari chet ellarga ko'chman bo'lgan. Xitoy huquqdorlari oila a'zolarining Amerikaga yo'tkagan mal mulkining qimmati astronomiyalik raqamga yetib borgan. Halbuki Xitoy Kompartiyasining Falun Gongchilarga vahshiylik bilan ziyonkashlik qilayotganiga 20 yilga yaqin vaqt bo'lgan bo'lib, nurg'ilg'an amaldorlarning Jiangzemin guruhiga qatnashib, Falun Gongchilarga ziyonkashlik qilgandan keyin mansibi tez o'sib, oila a'zolarini chet ellarga chiqarib, o'zi davlat ichida bo'ytoq amaldor, ya'ni loguan bo'lib olgan. Amerika hukumati bu ziyonkashlik qilg'uvchilarning vizasini rad qilsa, chegirdan kirgizmasa, qanchilgan yuqori darajalik amaldorlarning tumshqidan ilinib, tapqan targinidan biroqla ayrildiganligi noma'lum. Buning ichida Jiaڭزېمىن jamiyatiga kelgulik hammadan avval keladi. Jiaڭزېمىن jamiyatining 500 milyard dollari to'ngiltilishi mumkin. Bultur oktyabrdagi chet el xabarlariga asoslanganda, Trump tadbir qo'llanib, Shanxay yuqori darajalik amaldorlarning Amerikadagi mol-mulkini pechatlamoqchi bo'lgan. Xabarda Trumpning avval Xitoy Kompartiyasining sobiq atamini Jiaڭزېمىن jamiyatining mol-mulkiga qonun bo'yicha pechat solmoqchi bo'lganligi ta'kidlangan. Shu sababdan Jiaڭزېمىن jamiyatining Amerikadagi 500 milyard dollarlik mol-mulki parga aylanishi mumkin ekan. Hammalarga ma'lumki, Jiaڭزېمىن jamiyati Xitoydagi intayin xiyonatchi jamiyat bo'lib, Xitoydagi birinchi xiyonatchi deb atalgan. Bu dokladda oshkorlanishicha, Jiaڭزېمىن jamiyatining Xitoy va chet ellardagi naqd pul va mol-mulki 500 milyard dollardan eshib ketgan. Jiaڭ jamiyatining chet ellardagi mol-mulki fond, paycheki, banka, vositalik kasbi, energiya sherikchiligi, fan texnik sherikchiligi, oltin zakaz mili, uy mulk kasbi, chet el pay kontrol shirkati va boshqa shirkatlarni o'z ichiga oladi. Bu mol-mulklarga Jiaڭزېمىننىڭ navrisi Jiang Zhicheng Jiang jamiyatiga vakolatan egidorchilik qiladi. Chet el xabarlarda Jiang Zhichengning hozir Xitoy va Amerika qo'sh davlat tavalligiga ega ekanligi qayd qilingan. Jiang jamiyati ziyonkashlikni butun dunyoga kengaytmoqchi. Jiaڭزېمىن guruhining Falun Gong e'tiqodchilariga qilgan qabiy ziyonkashligi 20 yilga yetib borgan bo'lib, sansizlagan Falun Gongchilar qonunsiz tutilgan, meni yuyish sinflariga va ruhiy kasalliklar doktorxonasiga emgak bilan tarbiyalash o'rinlariga qamalgan. Kesilgan, hatto dahshatlik qiyin qistoqlarga uchirgan va o'ltirilgan. Falun Gongchilar ustidan yana ichki a'zolari tirik elni bilishdak dunyoni zilzilaga solgan jinoyatlar sodir bo'lgan. Bu insoniyat tarixidagi eng cho'ng kishilik huquqqa ziyonkashlik qilmishidir.
Şunun bilan bir vaqtda Jiangzemin guruhi bu ziyankeşlik qilmishini Amerikani o'z ichiga olgan butun dunyoga kengaytgan bo'lib, Amerika grajdanligidagi nurg'unlagan Falun Gongchilarmo tahdidga va parakandichilikka uchragan. Butun dunyo bo'yicha Xitoy ommasiga madad berib, Jiaڭزېمىننىڭ Falun Gongchilarga qilgan ziyonkashlik jinoyatini pash qilish o'rtaq imzo faoliyati orqali bugungacha 30 davlatdan 3 milliondan ortiq odam Jiaڭزېمىننى qonun bo'yicha jazolashni talab qildi. Mayli o'tganki yillardagi Amerika Davlat Majlisi va Davlat ishlari idorasining dokladi bo'lsin yoki BDT kishilik huquq yig'inining yillik dokladi bo'lsin va yoki xalqaro jamiyat va asosiy iqimidagi xalq fikrlari bo'lsin, hammasi ziyonkashlik qilguvchilarni cheklash butun dunyoning o'rtaq orzusi ekanligini ko'rsatdi. Falun Gongchilarga ziyonkashlik qilganlar hech yerga qocholmaydi. 2016-yili Amerikada yer shari magnitdagi kishilik huquq javobgarlik qonuni ma'qullikdan o'tdi. 2017-yili 12-oyda Prezident Trump kishilik huquqni dafsanda qilgan 13 odamni jazolaydigan bir turlik ma'muriy buyruqqa qo'l qo'ydi. Keyinchi bu son yana ko'paydi. Amerika Moliya ministri Minochin Moliya ministerligi ularning mol-mulkini to'nglatib, qabiy jinoyatlarni oshkora ayblaydi. Ular bu qilmishlari uchun ig'ir badal to'laydi. Moliya ministerligi davomli holda keskin tadbir qo'llanib, kishilik huquqni dafsanda qilgan, cheriklashgan Amerikaning g'oyasiga buzg'unchilik qilgan kishilarning mas'uliyatini surishti qiladi, dedi. Dajiyuanning Xitoycha obzorchisi Sha Shaoqiang mundaq deydi. Amerika hukumatining Falun Gongchilarga ziyonkashlik qilguvchilarga chiqargan bu yangi nizomi bu kishilarning kelgusida Amerikaga qechish yo'lini cheklaydi. Onundan sırt, Falun Gongchilarga ziyonkashlik qilishga qatnashganlarning oila a'zolari va mol-mulkimi buningga chetilib qilinishi mumkin. Yana ko'p yillardan buyon chet eldagi Shenyun san'at nomerlarga to'sqinlik qilgan, Falun Gongchilarga hujum qilgan Xitoy kommunist jasuslari va Xitoy kommunistlarining chet eldagi qo'l cho'moqchilarining Amerikadagi kimligi va yeshil kartlarning hammasi amaldan qilishi mumkin. Xitoy kommunistlari Falun Gongga ziyonkashlik qilib yurib, hozir allaqachon tuyuq yo'lga kirib qoldi. Yaqin kelgusida Xitoy kompartiyasi gumron bo'ladi. Falun Gongga ziyonkashlik qilganlar qonunning qattiq jazosiga uchraydi. Amerika va boshqa ellarda chiqish yo'li qoldirib qo'yganlarningmi bugungi kunga kelganda qechish yo'li uzib tashlanadi. Xitoy kommunistlarga agishib Falun Gongchilarga ziyonkashlik qilganlarning birdan bir chiqish yo'li bo'lsa, xizmat ko'rsatib gunohini yuyish, ziyonkashlikni to'xtatish, amalining barcha Falun Gongchilarni qo'g'dash va yaxshi muomala qilish ham har darajalik amaldorlarning jinoiy isbotlarini to'plash orqali kelgusida sotqa chiqqanda jinoiy mas'uliyatini yeniklatishga shart hozirlashdir. Ma'lumot bergichi muxbir Li Yun, mas'ul tahrir Dayming. Tugidi.